Biz bugun Madaniyat institutiga keldik. Bilasizlar, Madaniyat va san'at institutida o'qiganman. Teatralniy bilan hozir bitta bo'lib ketgan, ancha oldin. Bugun kichkina tadbirchamiz bor ekan, domlalarimiz chaqiruvdi, keldik. Nodir Baxki, Nodir kursdoshimiz, biz 4 yil birga o'qiganmiz, bilasizlar. Teatralniyda, muzdiramada. Mana shu yerlarda terlarimiz oqqan bizni. Kim bo'larkinmiz? Kelajagimiz nima bo'larkin deb mashqlab yurganmiz. Lekin men oldindan bilganman Zvezda Pechini. Hechchamda. Meni videolarimni ko'rib yurardi Ruslan. U stipendiyadan bu stipendiyagacha yetkazish kerak. Nodir turli stipendiyada ko'proq olardi. Hali ham Zvezda emassan. Men Zvezda deb bilaman o'zim. O'zingni mashhurlar qatorida Причем не нужно Zvezda bo'lmasam kuzatasiz. Biz avtorkam obed ham qilmaganmiz, mana bu yerdan biror narsa yeb olamizmi Nodir? Mana shu yerdan yevoraylik, studentskini eslab yuramiz-da. Nimalari bor ekan? Somsalari ham bor ekan. ko'p gapiryapsan. Bitta go'sht, bitta kartoshka berasiz menga. Menga kartoshka, go'sht kerak. Nechta? Nima bor? Ko'kat ham bormi? Qovoqchi. Ko'kat, bitta kartoshka bering. Ko'kat yemasdingiz-ku? Student bo'lgan qiynalgan deganman, hozir pul topgandan keyin yemay qo'ydim o'sha. Go'shtlashib ketdim-da. Prinsiplari chiqib qoldi. Insh paytida bundan betar bo'lardi. Pirashka, rulton yotoqxonada. Men yotoqxonada yotmaganman, qatnaganman, yotoqxonada turgan. Men Toshkentda yashaganim uchun qatnardim, lekin yomon uzoqdan qatnardim. Avtobus, metro qilib. Juda qiynalganmisiz paytda? Ya qiynalmaganmiz. Sen qiynalmagansan-da, biz sharoitimiz og'rigan endi. Kelarding, taksi pulingni menga berib kutib ol, o'g'il bolasan derding, berib kutib olardim. Shoshgan paytimda. Ha. Mana institut, ana institut. Madaniyat institutida hamma narsa живой, mana ko'rib turibsizlar. Bitta hozir repetitsiya qilib olamiz, xudo xolisa 6 da konsert boshlanadi. Ochilishini men boshlab berar ekanman birinchi bo'lib. Tayyormi xola? Chining sog'lik kitobiga baxt u hikmat bitirsiz, odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Mehribonsiz shunchalar, quyosh olmish haroratin yuzingizdan ustozlar. Hozir bizani 4 yil o'qitgan kuratorimizni Sherzod akani ko'rib qoldik. Hozir Nodir Sherzod akani o'zini parodiya qilib oldiga boradi. Qancha bo'ldi ustoz oldiga kelmaganimizga? 2 yil bo'ldi. Hozir anaqa desang kechib boradi bizda, indamay turaver. Ko'rdi, ustoz bizlarni ko'rdi. Onangni ham gullardan boshla, ket. Ustoz, Sherzod aka bilan ko'rishib qo'ying. Onangni ham girlar. Bering, ustoz, bering. Qani? Assalomu alaykum. Ye, ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Uzunmisiz? Sog'lar, yaxshimi? Bir siqim bo'lib qolsan. Yo'q. Nima opasanmi? Mana shu inson qo'lida o'qiganmiz işte 4 yil. Zo'rg'a qutulgan ustoz bizdan. Rahmat, ustoz. Alo deyapsan. Sandan qutulib bo'lmagani. Qanaysizlar? Eng faol o'quvchilar biz bo'lganmiz. O'rnida kelib, hamma narsalarni Bizdan keyin ikkita kurs chiqardi ustoz, lekin biz o'rnimizni bosa olmadi. Biz Hozirgilar bosmoqda. Yo'q-e? Qullab bo'lsin. Rahmat ustoz. Anjoni sog' bo'lsin. Ko'rib xursand bo'ldim. Biz ancha kutdik ularni. Biz haqimizda iliq muxlislarimizga bu narsa deb qo'ying ustoz. Xonzoda meni eng sodiq, iste'dodli. Endi hali bitirganiga qancha bo'ldi? 5-6 yil bo'ldi ustoz. 5-6 yil bo'ldi. Mana birinchi marta kelishi. boshidan og'a. Shuna gaplarni Boshidan ushlab qo'ydingiz ustoz. mana intrigada hazillashdim. Haliga har yili keladi Xonzoda. Biz chiroyli hamsuhbat bo'lganmiz. To'g'rimi sen bilan? Haliga asl san'atkorlarda vatanidan ekanligi bilinib turardi Xonzodaga. Ijodlaringda omad tilab qolamiz. Rahmat ustoz. 4 yil davomida shu
Kibrimni sindirib, kibr bor edi. mijiqlab o'qitganlar. Kibr. Eng zo'r kurs. Siz aralashmay turing. Ustoz, men ham Aralashmay turing. chuli-chuli bo'lib qolyapman. Bo'ldi, gaplashamiz siz bilan. Eng zo'r kurs biz bo'lganmiz, chunki bitta gap aytib qo'y. Bitirayotganda 9 million 300 minglik mebel qilib berganmiz ustoz. Kimga? Sizga. Ustoz fond pulini mendan yig'ardi. Sekretni ochiladi deymi? Gapiraversak Ha, bo'laveradi. bo'laveradi ustoz. Ha, kursimizni fondiga pul yig'ilardi. Bir kun Xonzoda kech kirdi. Kech keldi. O'zi har doim kech keladi. Bir 2 haftami kelmagandi. Xonzodaxon dedim, bir anaqa shotga tushaylikchi, yetsam bir 500 ming bo'lgan ekan. Keyin bir topshiriq berdim Xonzodaga. Bir she'rmi, surami yodlagin dedim. 4 soat vaqt berdim. Yodlolmadi. 500 ming kurs fondiga pul berdim. Esingdami? Esimda ustoz. Qunut duosini Qunut duosi. Qunut duosi edi. 4 soat spesda shunaqa harakat qildim. Ustoz, men tayyorman deb, shunday xato ketib, o'sha ilib oldilar. Ozgina xatoyi ustoz ham yo'q, to'liq o'rganasan dedilar. Pulni sanab chiqib ketganman keyin. Ustoz, men Qatnashib ketamizmi? Zo'r bo'libdi. Oybeka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalay Xonzoda? Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Qalaysiz? Sog'liq yaxshimi, charchamaysiz? Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Zo'rmisizlar? Tinchmisiz? Sizlarni bu yerda ko'rib biz faqat xursand bo'lamiz-ku. Albatta. Ustoz ko'rgan. Chunki Ha, talabalik paytda ko'rmagansan-da. Hozir ko'rdim. Yomon uryapman. Chiqib ketyapti. Ustoz, ortimizda. Ustoz yetmasa deyolmaymiz. Mehr nuri. Aytmay qo'ying, to'g'ri yil aytmagansiz ustoz endi. Mana shu qo'shiqni Xonzodaga men o'rgatganman. Ustoz. Xonzoda mana shuni menga aytgan. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Ha. Siz uchun kuylayman. Ana. Ishqilib, mana bu kursingizga hali ham salto'li qildirmayapsizmi? Hamma sotadi. Serios. Hamma Hozir sotadi. ko'ramiz. Hammasi? Bo'ldi. Men shunday kiraman, soxta hozir. Shunday kirib turib, salom-palom yo'q, shunday bittasini turib. Yo, hozir kirmoqchi bo'lgan kursinglar sirtqi kursimizda. Bularga 2 hafta endi dars Bular o'tadi. hozir xalq. Ozgina vaqt kerak. Ozginadanga salto. Ozgina vaqt kerak. Bizni 4 yil faqat salto ottirgan ustoz. Sport bilan chiniqqan bo'lish kerak aktyor. Shunda energiya chiqadi ulardan. Keyin bitirganmiz. Ishga borsak, nima qo'lingdan keladi? Salto desak, o'ynaverdik. Xalto deganmi? Ish qilaverdik. Yo'q. Mana seni dekanat. Anvar akang hozir registratormi, registratsiyami bilmaydi. Anvar Qurban. Ha, registratsion ofis. Qizlar mana shunaqa kiyinardi. Yubka kiy derdim, men o'sha yubka kiymasdim. Ha. Ustoz, assalomu alaykum. Ustoz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi, ustoz? Siz hazilni qo'ymas hozir ham. Assalomu alaykum. Bu kishi domla. Bu kishi domla. Ustoz. Shu yerda konsertga keldik. Keldilarmi? Bu yoqda nima ko'chdinglar? Hozir bunday bo'ldi. Ustoz darsga chiqing, biz olib chiqing dedi. Xonasini aniqlayapti, dars bo'layotgan. Qayerdamiz biz? Tepada emasmi? Ha, men adashib ketdi-da. Yuringlarmi? Yaxshimi shu yoqda dedi. Rostdan? Yaxshimi shu yoqda. Yo, mana. Hayajonlanib qoldi. Endi taxolaveramiz, a? 2 minutga lirический chekinish qilamiz, maylimi? Xonzoda akaylar, Orif akaylarning kursdoshi, Nodir akaylar birga kursdoshi, birga o'qishgan. Hozir bu yerga konsertga kelishgan ekan, bir xabar olib ketaylik. Bizni oldingi starostamizni deb kelishdi. Bu kursimiz bizni birinchi musiqali teatr aktyorligi kursi. Sirtqi bo'lim talabalari. Ha. Boshqatdan. Boshqatdan. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir mana indinga imtihonimiz, etyudlarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hurmatli ustozlarimiz Ilyos aka Nusurov, Orif Qudratov birgalikda hozir bu yerda faoliyat olib borishyapti. Etyudlarni bilasizlar, aktyorlik mahoratida nechog'lik katta ahamiyatga ega ekanligini. Shuning uchun hozir diqqat bilan bular mana shu dars jarayonini o'tkazishmoqda. Diqqat bilan. Xonzoda yaxshi biladi ustoz. Xonzoda Endi men faol bo'lganman baribir. Xonzoda menimcha 1-2 kursda faol edi. Sosillanuvchi. Keyinchalik yo'q, hozir gapirib olay mana endi. Har xil loyihalarga maslahatlashib, ruxsat so'rab, qatnashib, keyin yaxshi natijalarga erishdi. Lekin birinchi o'rinda baribir teatr turishini bunga har doim gapiramiz.
Chunki Ustoz doim qora botir qo'shiqchi bo'lishim tarafdori bo'lgan. Sandan yaxshi qo'shiqchi chiqadi degan. to'g'ri. Keyin qarasalar vayn boshlab ketdim. Telefon qilib rosa bir eshitib olganman boshida. Vaynni ham hali birga tahlil qilardik. Endi oxirgi payt o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi, lekin fikr so'raydi, men fikrimni aytib beraman. Nodir Vayn tahlil qilganingizni bilmayman, eslamayman. Sizga oxirgi- ko'tarilib ketgandan keyin sirasiz men Xonzodani bilardim. Xonzoda men uchun hech ko'tarilgan yo'q. O'sha joyida O'sha. turibdi. Kerak bo'lsa hozir ham mana tahlil qilib berishim mumkin. Siz o'zingizga necha marta yozdim? Yozdim. Men Ha, telefon qilib ketdim. Shunday telefoningizni Yo, oching. vaynlaringizga fikrlarimni. To'g'ri. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Biz bitirib ketsak ham shu ustozni kontrolidamiz doim. Albatta telefon qilib maslahat so'raymiz. Nima qilsak? Boringizga shukur. Ustoz. Tan joninglar sog' bo'ling. O'zingiz zobit. O'sha paytda ham Bu ham jarayon bolalar bular. o'sha paytda ham Qismimiz endi hozir. ustoz siz gapirmang nima Yo'q, Yo'q, yo'q. gapiring. Har doim siz gapirgansiz. Nachilik bering. Nachilik. O'sha paytda ham ustoz endi ochiq anaqada endi baribir haqiqat Orif aka to'ylarga chiqib yurardik. Xonzoda, men, Orif akalarim. Bolalarni plastikini olib qo'yardi-da, 5 ta 6 ta plastik yurardi. Endi hozir ham mana xalqni oldida endi sal cho'ntak ko'tarish o'ylayman. Ana. Bilmasam bag'i nima bo'ladi? Endi mana Xonzoda hammasini o'qiydi mana. Yo'q, o'qimay qolsa kerak emas. Yo'q, O'zingiz yo'q. xohlamay keyin ustoz janjallab ketadi. Hamad Sherzod Muhammadiyev. Aktyor degani sal ozgina yaxshi ma'noda jinniroq bo'lish kerak. Egiluvchi. Ustoz bizni taburet birinchi kursda taburetkada Aslankani shunaqa qilib o'tkazib qo'yardi. Ular bemalol suyanib o'tirishar ekan. Samolyotga fohisha. Nozik joyda o'shashdi. Sahnada yashash uchun mehnat iroda kerak. Mehnat bilan ijodning samarasi bilamiz. Bizlar endi yengilmas bir oila bo'lamiz. Qarsak zarbin kerakmas, yurak zarbin tinglaymiz. Aktyorlarimiz faqat ezgulikni kuylaymiz. Yaxshiyam Ulug'bekda haydab bormagani. Mana bugun shunga ishonch hosil qildim. Hozir Orif akamni ozgina lirik chekinish bo'ladi. Orif akam bizani kursdoshimiz, bizani starostamiz bo'lgan. Mana Sodiq ustoz yonida qolgan Orif akam. Dejurniy qo'shiqlaridan bitta eshitamiz. Ketdi Orif aka. She'r dedik-ku. Bitta ashula bilan keyin she'rga ulaysiz aka. Yomonligini qara. Bitta she'r. Ketidan birinchi ashula, ketidan she'r aka. Постой, паровоз, не стучите колес. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом
спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина. Жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина. Жизнь моя вечная игра. Xayolan. Bobur Talihning aşnasısın. Sen sevgimle kökergen bağlı. Senin bilen birge ikbalım. İşancımla sen vefa dağı. Beni kuşar salkın bir hava. Su üstüden su kuyuladı. Şunda kança kança gaplarni esga solib oy ham to'ladi. Shunda kança kança gaplarni esga solib oy ham to'ladi. Shunda kança kança gaplarni esga solib oy ham to'ladi.